Ijtimoiy tarmoqlarda avtomashinaning davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olib, avtomobil qatnov yo'llarida xavfli manyovrlar bilan harakatlangan va ushbu qoidabuzarlikni tasvirga olib, ommaga tartibsizlikni targ'ib qilgan haydovchi tasvirlari tarqaldi. Holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, haydovchi ham, avtomashina ham topildi. Surishtiruv ishlari davomida avtomashinani boshqargan shaxs hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan, fuqaroligi ham aniqlandi. Holat yuzasidan bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'qimizdan beso'roq chiqib ketib, Instagram tarmoqlariga qo'ymoqchi bo'ldi. Qilganishimizdan afsusdamiz. O'zimiz o'childi. O'sha takrorlanmaydi. Jiyanim shu magazinga chiqib kelamanda olib ketgan ekan. Kalit ilovliq turgan bo'lgan, uy oldidan olib ketib qolgan. Bundan keyin qattiq nazoratga olamiz. Bu safar bu narsalar takrorlanmaydi. Kalitni tutqizib qo'yadiganlarga bermaslikni tavsiya qilaman. Mana qilib jabr qilib mashina stankaga torttirib, undan ham yomon bo'lishi mumkin, avtoavariya bo'lishi mumkin edi. Odam o'lishi mumkin edi, o'shalarning oldini olishini xohlab so'rayman. Ganishimizdan afsusdamiz endi. Qoidalarni pisand qilmasligini tasvirga olib, uni internetga joylab, boshqa yoshlarga ham salbiy targ'ibotchi bo'layotganini anglamagan ushbu shaxs endi uzr so'rasa ham, qilmishiga pushaymon bo'lsa ham qonun oldida javob berishiga to'g'ri keladi. Sizga ega bo'lmagan tajribasiz yoshlar tomonidan boshqarilgan bir nechta avtomashinalar bilan ayanchli to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Hurmatli haydovchilar, xulosa qiling, voyaga yetmaganlarga va haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan shaxslarga avtomashinangiz kalitlarini ishonib topshirmang. Sizning loqaydligingiz oqibati faqat jarima jazosi bilan emas, insonlarning o'limi bilan ham yakunlanishi mumkinligini yodda tuting.